Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi rivojlantiruvchi markazlarni tashkil qilish texnologiyasi fanidan ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi mavzumiz ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish. Reja O'zbekiston Respublikasi ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari hamda ilk qadam davlat o'quv dasturi va uni amaliyotga tatbiq etilganligi. Mazkur O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ta'lim-tarbiya berish, maktab ta'limiga tayyorlash bo'yicha davlat talablarini belgilaydi. Davlat talablari O'zbekiston Respublikasi hududida tashkiliy, huquqiy shaklidan qat'iy nazar quyidagi ta'lim shakllariga nisbatan qo'llaniladi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktabgacha yoshdagi guruhi bor bo'lgan mehribonlik uylari va bolalar shaharchalari, maktabgacha ta'lim turlari uchun kadrlar tayyorlovchi o'rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari, maktabgacha ta'lim turlari bo'yicha pedagogik kadrlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlashni amalga oshiradigan tashkilotlar, maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiya olayotgan oilalar davlat talablariga rioya qilishlari lozim. Davlat talablarida quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi. Ya'ni maktabgacha ta'lim tushunchasi, maktabgacha yoshdagi bolalar qiziqishi, iqtidori, individual ruhiy va jismoniy xususiyatlari, madaniy ehtiyojlarini inobatga olgan holda hamda bolada ma'naviy me'yorlarning shakllanishi, hayotiy va ijtimoiy tajriba egallanishlari tutadigan har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yaxlit jarayon. Rivojlanish inson tanasi tuzilishi, ruhiyati va xulqida biologik jarayonlar hamda atrof muhit ta'sirida ro'y beradigan o'zgarishlar. Rivojlanish sohasi bola rivojlanishidagi aniq bir yo'nalishlar. Kichik soha sohaning kichik guruhlari, asosiy sohalarning kichik sohasi rivojlanishning ma'lum bir tomonlarini o'z ichiga qamrab oladi va ularning aniq bir yo'nalishlarini ko'rsatib beradi. Kutilayotgan natija bolalarda kutilayotgan bilim, ko'nikma va malakalar ko'rsatkichi. Bola tarbiyasining majmui ma'lum bir yosh davriga xos bo'lgan vazifalarni maqsadli bajarish uchun yetarli bo'lgan bolaning bilimi, ko'nikmasi va malakasi hamda qadriyatlari. Inklyuziv ta'lim bolaning alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda ta'lim va tarbiya olishning teng ta'minlovchi jarayon. Refleksiv faoliyat bolaning tushunchalari va xatti-harakatlarini anglash va mustaqil tahlil qilish asosida xulosalar shakllanish jarayoni. Men konsepsiyasi bolaning o'zi haqidagi anglagan tasavvurlarning tizimi, uning refleksiv faoliyatining bir qismi. Davlat talablarining maqsadi va asosiy vazifalari. Davlat talablarining maqsadi mamlakatda o'tkazilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy islohotlarni, xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasi hamda ilm-fan yutuqlari va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini inobatga olgan holda maktabgacha ta'lim tizimida ma'naviy, barkamol va intellektual jihatdan rivojlangan shaxsni tarbiyalash. Davlat talablarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi, ta'lim tarbiyasi mazmuni va sifatiga qo'yiladigan talablarni belgilash. Milliy, umuminsoniy va ma'naviy qadriyatlar asosida bolalarga ta'lim tarbiya berish, rivojlantirishning samarali shakllari va usullarini joriy etish. Ta'lim tarbiya jarayoniga pedagogik va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish. Kadrlarni maqsadli va sifatli tayyorlash uchun ta'lim fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasini ta'minlash. Davlat talablari quyidagi asosiy prinsiplarga asoslanadi. Bolaning noyobligi, men konsepsiyasi va shaxsiy ta'limning yaratishida bolaning faol roli,
bolaning huquqlarini himoya qilish va ta'minlashning muhimligi, bola ta'limi va rivojlanishida kattalarning asosiy roli. Bola rivojlanishida individual farqlanishlar mavjudligi sababli har bir bolaga moslashuvchan bo'lib, individual variativlik asosida yondashish. Ilk qadam davlat o'quv dasturi va uni amaliyotga tatbiq etilganligi. Ilk qadam davlat o'quv dasturi maktabgacha ta'lim tashkilotining davlat o'quv dasturi davlatning bu ikki hujjati maktabgacha ta'lim sohasidagi boshqaruv va maktabgacha ta'lim tizimidagi pedagoglar turli xildagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim oluvchi har bir bolaning yuqori sifatli ta'lim olishini ta'minlash maqsadlarida yo'riqnoma sifatida foydalanadigan asosiy hujjat hisoblanadi. Davlat dasturi bo'lish bilan birga ilk qadam dasturi butun maktabgacha ta'limni to'liq qamrab oladigan va uni tartibga soladigan hujjat bo'lib sanaladi. Davlat dasturi sifatida ilk qadam dasturining alohida muhimligi shundan iboratki, bunda u o'z ichiga o'qitishning pedagogik maqsadlarini oladi. Kun davomida bolaning ta'lim olishi tuzilmasini ta'minlaydi. Shuningdek, pedagoglar bola rivojlanishining qaysi eng muhim jihatlariga o'z diqqatini jamlashlari lozimligi tushunchasini ta'minlaydi. Mana shu bilan birga ilk qadam o'quv dasturi turli xil bolalar guruhlariga maktabgacha ta'limning bir xil sifatini ta'minlashga mo'ljallangandir. Dastur pedagoglarga bolalar uchun rivojlantiruvchi o'qitish muhitini qanday qilib yaratish va bunda ota-onalarni ham qay yo'l bilan ta'limga jalb qilishni tushunish va bilib olishga yordam beradi. Ushbu o'quv dasturi eng yaxshi xalqaro amaliyot hamda Janubiy Koreya tajribasi asosida ishlab chiqilgan. Ilk qadam davlat o'quv dasturining asosiy maqsadi hayoti davomida uzluksiz rivojlanishga qodir bo'lgan shaxsni shakllantirish. Ushbu zamonaviy pedagogik tizimning asosiy o'ziga xosligi bolalarda o'qishga qiziqish uyg'otish hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining davlat o'quv dasturi quyidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablariga muvofiq ishlab chiqilgan me'yoriy huquqiy hujjat bo'lib, unda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining maqsad va vazifalari, o'quv tarbiyaviy faoliyatining asosiy g'oyalari ifodalangan. Shuningdek, bolalarning ta'limning keyingi bosqichiga o'tishdagi kompetensiyalarni belgilaydi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan quyidagi ta'lim tashkilotlarida qo'llash majburiydir. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktabgacha ta'lim sohasida xizmat ko'rsatuvchi nodavlat tashkilotlarda, maktabgacha yoshdagi bolalar guruhlariga ega bo'lgan mehribonlik uylarida, maktabgacha va boshlang'ich ta'limni nazorat qiluvchi boshqaruv organlarida, boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhlarida, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat o'quv dasturi variativ o'quv dasturlarini yaratishda majburiy tayanch hujjat hisoblanadi. Ta'lim tashkilotlari maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan variativ o'quv dasturlaridan foydalanishga huquqiga egadir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat o'quv dasturi asosida o'zining maktabgacha ta'lim tashkilotlari ishchi o'quv dasturini ishlab chiqish huquqiga ega. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining maqsad vazifalari quyidagilardan iborat. Bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishga qo'yiladigan davlat talablari asosida hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan davlat o'quv dasturiga muvofiq uning har tomonlama barkamol rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish. Maktabgacha yoshdagi bolalarni o'quv tarbiyaviy faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish. Ilk yoshdagi bolalarning rivojlanishi masalalarida ota-onalar va jamiyatda ma'naviyat va ma'rifat ishlarini tashkil etish hamda ularni amalga oshirish. Ilk yoshdagi bolalarning rivojlanishi masalalarida ota-onalar, oila va jamiyat bilan o'zaro hamkorlikni tashkil qilish va amalga oshirish. Xulosa o'rnida shunday aytish mumkinki, ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish,
bolalarning intellektual, ijtimoiy, emotsional va jismoniy rivojlanishini kompleks qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Bunday markazlar orqali o'quv dasturining asosiy tamoyillari bola markaziylikni, o'yin orqali o'qitish, erkin va ijodiy fikrlashni rag'batlantirish amalga tatbiq etiladi. Rivojlantiruvchi muhit, malakali pedagoglar va zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etilgan markazlar bolalarning keyingi bosqichlardagi ta'limga tayyorgarligini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Shu sababli bu yo'nalishda tizimli ishlarni yo'lga qo'yish va ularni doimiy takomillashtirib borish dolzarb vazifalaridan biridir. E'tiboringiz uchun rahmat.